Bismillah. Kabani ko'rganda nimani his qildingiz? Kabani ko'rganda nimani his qildingiz? Kabani ko'rganda qandaydir bir o'zga olamga tushgandek bo'ldim. Dunyoga qayta kelgandek bo'ldim. Armoningiz bormi? Armonim bitta o'zi namozlarda so'rar edim, niyat qilar edim. Mana shu Ka'bada Allohim dargohingga chaqirib Ka'batullohga borib 2 rakat bo'lsa namozlar o'qiydigan armonlarim bor edi. Armonlarim hammasi ushaldi. Allohga ming qatla shukr bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rganlaringizda nima degan bo'lardingiz? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rganimda kim biladi, tilim kalimaga ham kelmayapti. To'g'risi ukam to'lib turibdi. Men aslida uydan hammadan rizochilik so'rab chiqqanman, borib qaytib kelmayman deb. Rizq nasibam uzilmagan ekan, mana qaytishi yana nasib qilib turibdi shekilli. Lekin roziman, mingdan ming roziman. Shuncha million odamlar ichida menga nasib qildi mana shu joylarda, tabarruk muqaddas joylarga kelib Allohning dargohida namozlar o'qib aylanib yurishlar nasib qilgan ekan. Ming shukrlar aytaman. Rahmat. Siz har doim duo qiling, hojiona. Allohim meni umrim har doim xayrli bo'lsa, umr ber. Xayrsiz bo'lsa, jonim olgin deb duo qiling. O'shanda inshaalloh xayrli bo'ladi. Amin. Yaratgan qodirligim Allohim, agarda rizq nasibam uzilmagan bo'lsa xayrli bo'lsin. Agarda rizq nasibam uzilgan bo'lsa hammadan roziman. Sizlardan ham, mendan ham rozi bo'lsizlar. Avvalambor sizni ham tani joningiz sog' bo'lsin, umr yoshingiz uzoq bo'lsin. Allohim 2 dunyo saodatini bersin, kam qilmasin, xor qilmasin, zo'r qilmasin. O'zidan o'zga muhtoj qilmasin. Hammamizdan. Mingdan ming roziman. To'g'risi, nihoyatda gaplarim ko'p, o'zizga yuzma-yuz gapirishga gapira olmayapman. Ming bor uzr so'rayman. Inshaalloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qo'shib bo'lib gaplashib o'tiramiz. Inshaalloh. Amin.